Xayrli kun barchaga, hurmatli kuzatuvchilarim. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Bugun yana bir nechta zakazlarimiz yetib kelgan qizlar. Obzorini qilib beraman. Mana bunaqa yangilik qizlar, oyoq piling maska zakaz qilganman. Ko'pchilik so'raydi, lekin kamchilik odam ishlatar ekan buni. Qaranglar qizlar. Oyoqlarni yaxshilab yuvib olgandan keyin bu maskani kiyib olasizlar. 60 daqiqa turganingizdan keyin olib tashlab, oyoqni iliq suv bilan yuvib tashlaysizda. Namlantiruvchi kremlaring bo'lsa surtib olasizlar. Judayam zo'r, judayam yumshoq qilib qo'yadi oyoqni qizlar. Bilasizlar, o'zi oyoq terisi qalin bo'ladi. Keyin oyog'i quruqlar bo'lsa, rosa ham muammosi ko'p bo'ladi. Tovon yorilishlar bo'ladi. Oyoqda yuzasi judayam xira bo'lib ketadi-da. Ana shunda mana shunaqa maskalar qo'l keladi qizlar. Bu maskaning tarkibida AHBH kislotasi bor. Bu degan so'z terini ostki qavatdan ham, ustki qavatdan ham himoya qilib beradi degani qizlar. Bundan 2 dona kelgan xolos. Bemalol zakaz berib olsanglar bo'ladi. Keyin mana anuan azaleviy kislotasidan zakaz qilganman. Toneri bu qizlar, toneridan yo'q edi. Bu nima qilib beradi? Ugri toshgan yuzlar uchun, tez ugri toshadigan qizlar uchun rosa ham zo'r narsa. Azaleviy kislota ham, chicha ham uspokаивающий hisoblanadi, ya'ni terini namlantirib beradi, ham tinchlantiradi qizlar. Teri tinchlangandan keyin har xil toshmalar toshavermaydi. Ugri bilan kurashayotgan qizlar uchun tavsiya qilaman. Rosa ham zo'r narsa. Keyin mana Anjodan kushon kelgan qizlar, kushon nabor. Buni tarkibida zapaskasi ham bor, ulitkali. Faqat 21 raqam kelgan, oq terilar uchun mos tushadi qizlar. Bundan bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Ham zapaskasi borligi uchun ancha vaqtgacha ishlatasiz. SPFlar yomg'iri boshlanadi qizlar bu yog'iga. Surmedikdan ta'sirchan terilarga tushadigan azaleviy kislota bor tarkibida qizlar. Rosa ham zo'r brend, Surmedikda narsalar rosa ham zo'r chiqadi. Ta'sirchan terilar uchun zo'r chiqadi. Mana shunaqa SPFlari kelgan qizlar, bu ham rosa ham zo'r ishlab beradi. 5/5 UV ta'siridan juda ham kuchli degani 4+ qizlar. Bu ham keldi. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Bioshielddan Tone Up'li SPF qolmagan edi. Prozrachность kelganda o'tgan safar u ham qolmadi. Tone Up'ligidan keldi qizlar. Bu ham unaqa tonalka bo'lib turmaydi. Yengil ton berib qoladi xolos yuzinglarda. Juda ham sariyog'dek eriydi. Teringizga surtganingizda juda ham yaxshi ko'raman bu brendni. SPF'lari zo'r yotib beradi yuzda. Buni klienti ham ko'p, juda ko'pchilik so'raydi. Undan keyin Deuterini Urban Shade degan SPF keldi qizlar. Bundan bor, bizda Tone Up'ligi bor. Bu Tone Up'sisi qizlar. Juda ham tinchlantirish, uspokаивающий tarkibida minerallari bor qizlar. Rosa ham zo'r. Keyin bunaqa ikkita podarkalari ham chiqadi. Alivangdan olingan qizlar rosa ham zo'r. Buning ichida o'sha 2 xillik SPF kasi berilgan, ichida probniga sizga sovg'a sifatida beriladi. Rosa ham zo'r qizlar, ishlatib ko'ringlar. Bu yangilik, hali bunaqasidan sotib ko'rmagan edim. Keyin mana yana Innisfree'dan meni eng yaxshi ko'rgan brendlarimdan biri. Bu ham chunki sostavi vegan, tarkibida o'simliklardan foydalanadi bu firmalar. Rosa ham narsalar zo'r chiqadi. SPFdan zakaz qilganman qizlar, har qanday yuzga tushaveradi. Juda ham zo'r SPFga 4+ dan mana vegan sostavli qizlar, tarkibida umuman taqiqlangan narsalari yo'q. Bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Bundan ham keldi. Sensellani chichali ham gyaluronkali SPFdan zakaz qilingan. Bu klient zakaz, shuning uchun bir dona zakaz qildim. Xolos, bundan ikkinchi kerak bo'lsa yozsanglar yana zakaz qilib beraman. Goodle'dan SPF kelgan qizlar, juda ham ko'p bu safar SPF'larni mineralnisiga urg'u beryapman qizlar. Nimaga? Ham yuzinglarni oziqlantirsin, ham SPF vazifasini o'tasin, shuning uchun. Bu ham korobkada kelgan. Xohlasanglar korobkada olsanglar bo'ladi, xohlasanglar donalab olsanglar bo'ladi. Korobkalab olsanglar mana ichidagi kichkina SPFcha sizga podarka bo'ladi. Donalab olsangiz har bittasini alohida sotib olishingizga to'g'ri keladi. Bu ham Alivangdan skidkada sotib olingan qizlar. Yana SPF'imizdan kelgan, SPF emas, bu tonalka ekan qizlar, Prorance'dan foundation kelgan. Bu juda ham stoyki turib beradi. Keyin tarkibida ipak bor qizlar, yuzni namlantirib beradi. Juda ham zo'r, faqat buni ham 21 raqami kelgan. Bug'doy rangli qizlarimiz uchun yo'q. Keyin yana bitta mana bunaqa yangilik kelgan qizlar, Tone Up'li SPFlarimizdan yengil ton beradi xolos, juda unaqa tonalka bo'lib ketmaydi-yu. 4+ qizlar SPF 50, rosa ham zo'r narsa. Mana
Shingil Munara degan guruch, oq guruchdan tayyorlangan SPF qizlar. Hamma yuzga tushaveradi. Bundan ham kelgan. Keyin rosa ham zo'r yangilik. Bu yerda mana tirtir qo'shindi. Tonalkasidan kelgan qizlar. Buni ham faqat 21 raqami kelgan, ya'ni oq qizlarga tushadi. Oq sariq qizlarga. Tirtirni juda ham bilasizlar, Instagramda bomba bo'lib portlagan qo'shonlari, xuddi o'sha tonalka varianti keldi qizlar. Juda ham zo'r, hattoki o'sha 72 soatgacha ham ushlab beradi degan stoykistini. Juda ham haligi sifati zo'r chiqqan, puliga yarasha tonalka. Bundan ham keldi qizlar, faqat 21. Buni narxlari bilan, описаниялari bilan qo'yib qo'yaman Telegram kanalda qizlar, bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Endi Lagomdan mini penkalar keldi qizlar. Juda ko'pchilik probniklarini yakka sotmaysizmi deb so'rashadi. Bilasizlar, travel kit sotiladi bizdan Lagom. Mana bunaqa yakkalik variantlari ham keldi penkasidan. Keyin mana gidrofilkasidan keldi. Gidrofilkasi ham mana bemalol yetadi. Proba sifatida biror hafta ishlatishingizga yetadi qizlar. Bundan keyin bemalol olsanglar bo'ladi. Zakaz berib. Keyin mana Innisfree'ni no sebum, ya'ni tarkibida talk bo'lmagan mineralniy pudrasi keldi qizlar. Nimaga mineralniy pudralarni yaxshi ko'raman? Yuzni quritib yormaydi. Aksariyat pudralar tarkibida talk bo'lgani hisobiga yuzinglarni quritib yoradi. Keyin ko'p qizlarning xatosi pudrani quruq yuzga ishlatishadi. Mumkin emas qizlar, hech qanaqasiga pudrani quruq teriga surtib bo'lmaydi. Albatta tonalka surtgan holda tonalkani ustidan yopasiz. Pudra ishlatishdan maqsad finishni effekt berish. Ya'ni tonalkadan keyingi yaltillashni yo'qotish. Buni hozirgi mana ko'rsatishni boshladi qizlar. Men har yili yozda albatta sotib olaman shundan. Yuzi yog'li kombi yuzlar uchun ayni muddao. Eng terlaydigan zonalaringga surtib olasiz. Ya'ni peshonaga, T zonada, endi mana burun ustiga, jag qismingizga mana shu mineralniy pudra ishlatib, qolgan yeringizga o'zingiz kompaktniy pudrangizdan surtib olsangiz ham bo'ladi. Deyarli umuman tayinlamaysizlar qizlar, rosa ham zo'r narsa. O'zi mana bunaqa kichkinagina bo'ladi, mana. Grami oz, kichkinagina bo'ladi, lekin sifat o'shanga yarasha qizlar. Bu necha yillardan beri o'zini avtoritetini yo'qotmaydi. Koreyada juda ham ko'p sotiladigan narsa qizlar. Keyin mana pomadalar kelgan, koreysk pomada so'ragan qizlarga mana nude ranglari ham kelgan, persikka o'xshagan ranglari ham kelgan qizlar. Bu Skincare degan brendni matavey pomadalari ham mataveyga o'xshagan, ham blesk beradi. Umuman yumshoq pomada, xuddi sariyog'dek surtiladi labingizga. Bugun kelgan zakazlarimiz shular qizlar. Bemalol Telegramga o'tib narxlar bilan tanishsanglar bo'ladi.